Odamlar nima uchun sudlashmayapti? Sudda ovoragarchilik, sarson bo'lish holati. Bu bitta misolni keltiraman. Oliy sud raisi e'tiborni ham bu masalaga qarashni juda ham xohlagan bo'lardim Baxtiyor Islomovdan. Mana shu holatga ham qanaqadir bir munosabat bildirishlarini so'rab qolaman. Sudyani gapi sudlash uchun kelgan, konstitutsion huquqdan foydalanib sudga ariza bilan kelgan fuqaroga sudyani berayotgan javobi. Jarimangni ko'rib chiqmayman. To'lab qo'y. Men ham to'layapman. Mana yondashuvni ko'ryapsizmi? Sudlashish uchun ariza bilan sudga murojaat qilgan shaxsga sudyani berayotgan javobi. Men ham to'ladim, sen ham to'la. Adolat tarozisi nima bo'ldi? Yo, bu o'zi mancha kiyib o'tirgan odam kim? Sudyami yo bu haligi qo'pol qilib aytganda Rishalami? Yo byudjet manfaatida ishlayotgan maxsus odammi? Men tushunmay qoldim. Chunki sudlar to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'yilgan. Sudya hali o'zi ko'rib chiqmagan ishi bo'yicha oldindan ruscha qilib aytganda prejdevremенно xulosa berishga haqqi yo'q. Hali arizani ko'rib chiqmasdan turib, nega uni bekor qilmayman deyapsiz, janob qozi? Siz masalani, da'vo predmetini, ariza, shikoyat arizasining predmetini, unga asos bo'lgan holatlarni ko'rib chiqmasdan turib, nega fuqaroga arizangni ko'rib chiqmayman, rad etmayman, o'zim ham siz to'layotgan bo'lsangiz, bu sizning shaxsiy muammongiz. Siz hozir davlat idorasida sud tizimi, ya'ni mustaqil hokimiyatning bir vakili sifatida o'tiribsiz. Sizni Alijon Abdullayev sifatidagi fikrlaringiz menga qiziq emas. Siz O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm qaror qabul qiladigan sudya, siz говорящий, ya'ni gapiruvchi qonunsiz. Shaxsiy fikr, ambitsiyalaringiz o'z yo'liga, uni uyda qilasiz. Lekin sudlashaman deb kelgan fuqaroga nima uchun bu mazmunda javob beryapsiz? Nima haqqingiz bor? Kim sizga bu vakolatni berdi deb shaxsan menda uchramadi, shu savolni bergan bo'lardim. Bu saviyasizlik odamlarni sudga bo'lgan ishonchini so'ndiradi. Yana bir dahshatli misol keltiraman, Bobur aka kezi kelganda aytaylik. Boshqa bir sudya nima deyapti? Ariza olib kelgan shaxsga qaratib aytayapsiz. Ichki ishlar vazirligining videosi chiqdi. Ko'rdingizmi? Haydovchining xabari yo'q videodan. Nima video? Bilmayman. Shu videoni tomosha qiling. Arizani bekor qilmayman. Nimaga bekor qilmaysiz? Videosini tomosha qil. Qaysi davrda va qaysi saviyadagi, qanaqa saviyadagi sudyalar bilan biz yashayapmiz bir zamonda? U ichki ishlar vazirligining qaysidir video chiqishi qachondan boshlab sud uchun majburiy ahamiyatga ega bo'ldi. Sudga jarimasini bekor qilish uchun kelgan fuqaroga sudyaning gapi. Ichki ishlar vazirining videosi chiqdi. Shu videoni tomosha qiling, bekor qilmayman. Bu saviyadagi odamlarni kim tayinlaydi sudyalikka? Bular butun umr shu lavozimda qolaman deb o'ylaydimi? Yo O'zbekiston Respublikasi qonunlari o'z yo'liga sudya sifatida xohlagan ishimni qilaman deb o'ylaydi. Bu prezvol, ya'ni prezvol deganda xohlagan ishini qilishi emas, siz bilan xohlagan ishini qilishiga yo'l qo'yib berish. Men bilan xohlagan ishini qilishiga kim ruxsat beryapti bularga?